Hammalarni qo'li uch xunaga kim deysizlar, uch xunagani ko'rsatadigan payt keldi. Mana uch xunagani haykali mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shlapalarni qo'llarida ushlab turibdilar. Hammasi hazil. Xullas, yaxshi biznes qilaman deganlarga zo'r joy chiqqan. Yunusobod 8-kvartal. Mana Sezamni bilasizlar hammalar. Sezamni to'g'risida mana ko'rsatmam yoni. Mana shunaqa chiroyli aleya bo'lyapti betlar. Mana shu yerdan boshlanar ekan, bu yoq 8-kvartalda chorrahasigacha bo'ladi. Mana fasadini ko'rsatgan mana bularni. Fasadini mana mashitdan oxirigacha mana shunaqa ketadi. Tepalari oqqa chiroyli proyektlari bor bu yerda. Bu yerda odamlar aylanadigan, o'tiradigan do'konlar tushyapti. Shu yerda bir xona uy chiqqan. Hozir jiloyda turibdi. Mana balkoni mana shu yoqqa qaragan balkon. Bu yerda olib zo'r biznes qiladigan joy. Harakat qilinglar. Narxi 64 ming, narxi yomon emas. Hozir buni olib remont qilib ertaga sotsanglar ham 80 ming, 90 minglarga chiqib ketadi. Bu yerda kechqurun men o'zim kelib ko'rdim, odam govjim. Ertaga betli bitgandan keyin shunaqa tumonat odam bo'ladi. Xohlasanglar marojniy, shirinlik yoki do'konmi nimadirlar qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Zo'r variant, qo'ldan boy bermanglar. Pastda nomer turibdi, aloqaga chiqinglar, tamom.